psixologiya dinni olib tashlamagan. Psixologiya o'zi bir nechta turlarga bo'linadi. Shaxsan men psixolog psixoterapevt sifatida men g'arb yo'nalishidagi psixologiya maktablarini o'qib o'rganganman. Rus psixologiyasini o'rganganman va sharq psixologiyasini o'rganganman. Va har bitta psixologik maktablarni o'qib o'rganayotganingizda, misol uchun dinni olib tashladi, psixologiya, misol uchun g'arb psixologiyasi dindan uzoq deyshadi. Nimaga? Chunki hozirgi kunda juda ham bizani mana shu mentalitetimizga, chunki internet rivojlanib ketdi. Internetga kirsangiz, eng oxirgi yengilliklar, eng oxirgi kino, kiyim-kechak bo'ladimi, yeb-ichish bo'ladimi, nima trendga chiqsa, bizani o'sha sharqqa ham kirib kelyapti va hamma qilishga harakat qilyapti. Lekin u insonlarning psixologik holati, dini, e'tiqodi, qadriyatlarini inobatga olishmayapti. G'arbda insonlar ular nafsi ammorada yashashadi. Ular o'zini nafsini xohlagan narsasini berib yashaydi-da. Bizani sharq psixologiyasida, ya'ni bizani sharq mentalitetimizda, bizani o'sha e'tiqodimizda, dinimizda ham insonlarga aytiladiki, birinchi navbatda bu psixologiya, ilmiy psixologiyada, o'sha sharqiy psixologiyada, ya'ni islomiy psixologiyani nuqtai nazaridan gapiradigan bo'lsak, bu psixologiya, sharqiy psixologiya insonni nafsini tarbiyalashni o'rgatadi. O'sha uchala yo'nalish o'rganganimdan keyin men o'zim insonlar bilan ishlayotganimda, endi birinchi muloqotga kirganingizdan keyin u insonga o'sha sharq psixologiyasidan, ya'ni nafsi haqida gapirishni boshlasangiz, uni psixikasi uni inkor qiladi, himoya mexanizmlari ishlashni boshlaydi-da, "Yo'q, bu odam menga to'g'ri kelmas ekan" deydi. Biz ularni sekin yo'naltiramiz, ya'ni uni o'sha yashayotgan odatlarini kuzatamiz, unda qanaqa fikrlar, unda qanaqa muammolari bor va har bitta muammosini o'sha g'arb psixologiya maktablarida analiz qilamiz. Chunki mana qarang, g'arb psixologiyasidagi har bitta maktab u dinni tashqariga chiqarib qo'ymaydi. U faqatgina insonning holatini gapirib beradi. Misol uchun psixoanaliz insonni psixoseksual rivojlanishini, o'sha bolalikdan boshlab ehtiyojlarini qanaqa qilib qondirishga harakat qilgan bola, qaysidir ehtiyoji qonmagandan keyin qaysi muammoga olib kelganini, qanaqa travmalar vujudga kelganini o'rgatadi psixoanalizda. U insonni shu ongsizligi bilan ishlashga yordam beradi. Misol uchun tranzakt analiz bo'lsa, bu aytadiki, insonda deydi, psixika 3 ta yoshi bor. Misol uchun endi shunaqa chiroyli tushuntiradigan bo'lsam, osonroq qilib, insonning psixikasi 3 ta yo'nalishda yashaydi, ya'ni o'sha faoliyat yuritadi. Например, bu yosh bola pozitsiyasi, ota-ona pozitsiyasi va katta inson pozitsiyasi. Mana shu tranzakt analiz bilan sharq psixologiyaga o'girganimda, yosh bola pozitsiyasi nafsi ammoraga to'g'ri keladi. Ota-ona pozitsiyasi nafsi lavvomaga. Katta inson pozitsiyasi bo'lsa, nafsi mulhimaga to'g'ri keladi. Ammora, lavvoma, mulhima. Mana shunaqa qilib men ularga tushuntiraman-da. Endi shunaqangi men g'arbnikini ham kerakli joyda qo'llab, chunki g'arb psixologiyasida zo'r metodikalar bor, texnikalar bor. Ularni siz o'zingizning qadriyatingizga mos qilib, to'g'rilab, misol uchun ishlatadigan bo'lsangiz, juda ham zo'r natijalarga erishasiz. KPT bor, когнитивно-поведенческая terapiya, ya'ni kognitiv поведение degan bu odatlarni o'zgartirish, ya'ni insonning kognitsiyasi o'sha xulq-atvori bilan ishlanadi, uni fikrlari bilan ishlanadi-da va uni shu terapiya orqali, ya'ni shu texnika metodikalari orqali insonning hayotini, sifatini o'zgartirishga yordam beradi. Bu narsalarni biz o'zimizni e'tiqodimizdan o'zgartirmasdan turib, bizning qadriyatlarimizga moslab turib, insonni holatiga tushirib, o'sha texnikalarni, metodikalarni qo'llaydigan bo'lsangiz, juda ham zo'r natijaga olib keladi. Shuning uchun ham men psixologiyani dinni olib tashlagan deb aytolmayman, lekin har bitta o'sha psixologlar ham maktabini yaratgan juda ham katta olim psixologlarni ko'pi to'g'ri o'sha dinsiz bo'lgani uchungina shunaqa ko'pchilik aytadiki, psixologiya dinni inobatga olmaydi, dinni chetlashtirib ketadi deydi. Lekin haqiqiy ilmiy psixologiyani o'rganadigan bo'lsangiz, u san qaysi dindan bo'lishingdan qat'iy nazar, e'tiqoding qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, shunchaki insonni ichki olamini tasvirlab beradi. Kimdir misol uchun o'zini o'sha vijdoni, nafsi, o'zini xohishlarini boshqacha qilib tasvirlab bersa, boshqa inson uni o'sha munosabatlarga kirishayotganda holatini tasvirlab beradi. Nima uchun bu munosabatga kirishyapti? Nima uchun bu butun umr tiranga uchrayapti? Nima uchun bu butun umr spasatel, qutqaruvchi bo'lyapti? Например, tranzaktni analiz bo'yicha-da, nima uchun bu inson faqat yosh bola pozitsiyasida yashayapti? Insonning holatini o'sha bolalik pozitsiyasidan, bolalikdan katta bo'layotgan holatidagi unga qilingan munosabat orqali ular tushuntirib berishadi.
Yana zo'r menga yoqadigan metodlardan bu gestalt terapiya. Gestalt terapiyani judayam menga yoqadigan nuqtasi nimadaki, shu insonlarni bolalikdan katta bo'lguncha bo'lgan holatidagi o'sha har doim kimdir menga insonlar ko'pchilik aytadiki, men bitta ishni boshlayman, oxirigacha yetkaza olmayman deydi. Mana shu yerda bizga gestalt terapiya juda ham zo'r yordam beradi. Bu insonlarni mana shu motivini topishga, nimaga bunaqa holatga kelib qolishdi. Xullas kalom, g'arb psixologiyasi yo'nalishida ham juda ham zo'r instrumentlar, juda ham zo'r metodikalar, bizani qadriyatimizga moslashtirib, e'tiqodimizga moslashtirib ishlatadigan yo'nalishlar juda ham ko'p. Faqatgina uni o'rganayotgan psixolog, psixoterapevtlarni ular birinchi o'rinda o'zini e'tiqodi mustahkam bo'lishi kerak. Qadriyatlari bo'lishi kerakki, u yo'nalishga og'ib kirib ketib, umuman o'zini e'tiqodini chetga surib qo'yib, faqat o'sha yo'nalishda ishlamasligi uchun ular birinchi navbatda o'zini o'sha nafsini tarbiya qilib olgan bo'lishi kerak, o'zini e'tiqodini mustahkamlab olgan bo'lishi kerak. Shundagina har bitta maktabni o'qib o'rganib, ertadan kerakli narsani olib, ishlatib qo'llay oladi. Hattoki juda ham ko'pchilik insonlar mak terapiyani ham tushunishmaydi, art terapiyani tushunishmaydi, dinda rasm chizish yo'q-ku yoki kartalarga qaryapti, bu nima pol ochishmi deyshadi. Lekin uni ichiga kirgandan keyin, uni ilmiy nuqtai nazardan o'rganganingizda, insonning ichki olami, hamma inson ham orator emas-ku, hamma inson ham sizga ichki hissiyotlarini yetkazib bera olmaydi, gapirib bera olmaydi. Tanlagan rasmiga qarab turib, nima his qilayotganini o'sha rasmdagi holatda tasvirlab berganda, bu o'zining ichki olamini gapirayotgan bo'ladi. Men osmondan olib qayerdan nimani gapiraman deyshadi. Keyin xo'p, men rasmda nima tasvirlangan aytib bering desiz, rasmda o'sha rasmni sizga bersam, siz boshqacha tasvirlab berasiz, bularga bersam boshqacha tasvirlab beradilar. Men olsam, men vobshe boshqa narsani ko'raman u rasm ichida. Shu har bitta inson o'zini ichki olamidan, o'zini psixologik, emotsional holatidan kelib chiqib tasvirlab beradi. Shuning uchun ham har bitta yo'nalish juda ham muhim. Har bitta yo'nalishi kerakli nuqtalarini biz o'zimizga olib foydalansak, maqsadga muvofiq bo'ladi.